Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yili 4-mart yakshanba. Tövəndə mən bunu məzmunlarını diqqətinizə sunmaqçı. Aldı bilan Amerikanın iqtisadi. Aldın qayda, yəni 3-cü ayda Amerikanınki əmgək bazarda 916 min kişi, yəni 1 milyon yaxın kişi xizmət tapqan olub, Amerikadakı işsizlik nisbati 6%-dən tövən bolğan. Yəni vaba tarqalışdan burunqi vəziyyətə yaxınlaşqan. Bu Amerikanın iqtisadida yaxşılanışdan derak berdi. Yəni vaksina 100 milyondan artıq adamga urildi. Pat yaqında 200 milyonga yetadi vaksina olgan adamlar. Şunun bilan kishilarningki ommaviy saqliqdan andish qilishi tövəllib, tijoratlar yurishib ketdi. Yəni bozorlar ochiladi, qatnash transport ishlari ravonlashadi demakchi. Yəni shunun bilan birlikda iqtisodning har qaysi sohalari ishlab chiqarishdan tortib mulozimatgacha hammasidagidek o'zining iziga keladi. Bu aldınqı aylarda biz Amerikanın iqtisadşünasları və dünyadakı bəzi iqtisadşünaslarınki Amerikanın iqtisadidan, dünyanın iqtisadiga bo'lgan bir xil ümidsiz kayfiyatdagi gaplardan. Yəni dünya iqtisadi 100 yildan buyanqi shu eng cho'ng iqtisodiy buhranga duch kelish mumkin degan andishasiga nisbatan aytgan vaqtda bir tinchlandirish doğrusuna bəgəllik bo'ladi bu. Yani Amerikanın iqtisadining yaxshi bo'lishi dünya iqtisodining yaxshi bo'lishini keltirib chiqardi demekçi. Chunki navbatda butun dunyodagi bir yilda ishlab chiqarilgan milliy daromadningki umumiy mahsulot qiymati Amerika dollari bilan hisoblagan vaqtda 90 trilliondan iborat. Buning 21-22 trillionini Amerika paydo qiladi. Xitoyda 14 trillion atrofida shunday bo'ladi demekçi. Yani boshqa davlatlar, Yevropa birligi va boshqalar ananingkin qolgan 56-55 trilyon dollar qiymatidagi milliy daromadni paydo qildi. Agar Amerikaning iqtisodiy shunday yuksaldi, bu yil 5.5%lik ish bilan mangsa, bu dunyoninki, ya'ni Amerikada kishilarda nurg'un setilish kuchi bor. Bu qitimliq vaboning ta'siridan Amerika hukumatı 3 qitim aholiga, muayyan shartlarga tushgan aholiga yordam puli tarqatdi. Ishsizlarga hozirgacha oyda haftada bir pul beryapti. Mana mushuning natijasida hozir Amerikadagi aholilarda 1.17 trillion dollar qiymatida zapas pul bor deydi. Bu Amerikaningki yaqin iqtisod tarixida ko'rilib boqmagan hodisa. Iqtisod shundaq asli kelgandan kishilar nima ish qiladi? Kishilar bu butun asosli bu pullarni iqtisodga to'kadi. Ya'ni yoki iste'mol qiladi, yoki paychak bozorlariga mablag' qilib silish orqali ayrim shaxslarning yoki tijoratchilarningki banklardan qazilib ishlab chiqarishni kengaytishiga, iqtisodni rivojlantirishga to'p qo'shadi degan gap. Shuning bilan birlikda kishilar yana havo qatnashishi asli kelgandan keyin chekimlab ilib tashlangandan keyin, ya'ni chegaralardagi kasaldan mudofaa qilish uchun ba'zi davlatlar chegaralarini aytgan emasmi? Ichib aytgandan keyin bu kishilar ya'ni dunyoning ham yeriga berib sayohat qiladi. Natijada shu davlatlarning iqtisodini ilgari surdi demakchi. Demak, dunyo iqtisodiningki mushu xil yuzlanishini ilib aytgan vaqtda bu yilning oxirigacha dunyoning iqtisodida bir umumyuzlik yaxshilanish bo'ladi degan gap. Bu iqtisod to'g'risidagi gap. Endi gapni yaqinqi shu bir hafta jarayonida yuz bergan o'zimizga oid voqealar to'g'risida bir so'zlaylik. Mush bir necha yildan buyon Xitoyning diplomatlari bo'ri wolf warrior deydi. Bo'rdek diplomatlar yoki bo'ri diplomatlar deb atalishga boshladi. Sabab nima desa, Zhao Lijian, Hua Chunying, ya'ni u bunga o'xshash o'sha Xitoyning diplomatlari, ya'ni Angliyadagi bosh elchi Liu Xiaoming degan o'xshash hozir Xitoyga qaytib ketdi, uning o'rniga boshqa birisi bo'ldi. Bularning Xitoyning obrazini qo'g'dash uchun mush ommaviy so'rovlarda qilgan gap so'zlari intayin bir xil urushqoqlik tabiatiga ega bo'lib, buni dunyoda kishilar bo'rdak diplomatlar deb atadi. Ammo bu bo'rdak diplomatlar, ya'ni shunday bir xil haqni nahaq qiladigan, oqni qora qiladigan ba'zi so'zlari kishilarning ham kulkusiga sabab bo'ldi. Irlandiyaningki, Xitoyning Irlandiyada turishliq bosh elchisininki Twitter akkauntida Izopning, ya'ni Izop masalalarini Uyg'urlar o'qidi. Izop masalalaridan foydalanib o'zini oqlamoqchi bo'lganligi haqidagi bir parang nurg'un kishilarningki masxarasiga, kulkusiga qoldi. Izop maqollalarini o'qigan kishilar mundaq bir voqelikni o'qidi. Ya'ni qo'zichoq bilan bo'rining o'rtasidagi dialog. Bir daryo ekan, daryoning beshida bo'ri
beshida turib suv ichishga to'g'an vaqtda bir tong saharda qo'zqa ichib atdeganda nima yeyman deb turgan vaqtda u daryoning pastdirak bir qo'zjaqninki putini suvga tiqib suv ichay deb turganiga ko'z tushibdi. Mana oziq tayyor bo'ldi deb oldiga beribdi. Borgandan keyin qo'zjaqning o'ziga intayin, ya'ni yangi tug'ilgan qo'zjaq o'ziga intayin sabiy qarg'ina qarab turib, to'g'ri buni bundoq yeyversam bo'lmag'idek, buningga avval gunohini otib, andan keyin buni yey deb qo'zjaqi debdi. Sen mening suv ichadigan suyimni petqilyapting, yana layish qilibvatding. Qo'zjaq debdi. Sen suvning beshida tursang, men ostida tursam, men qandaqsi sening ichadigan suyingni mehnat qilayotgan bo'laman debdi. Unda bo'lsa, nimishqa kilar o'tgan yili men to'g'risida mening yomon gapimni qilding debdi bo'ri. Qo'zjaq debdiki, men o'tgan yil tug'ilmagan tursam, men qandaqsi sening yomon gapingni qilgan bo'lay debdi. Bo'ri debdiki, unda bo'lsa cho'qim sening qarindoshlaring, aqllaring bo'lishi mumkin debdi. Men o'tgan yil mening hech qanday qarindoshlarim bo'lmasa, qandaqsiga meningki aqllarim sening yomon gapingni qilsin debdi. Bo'ri debdiki, mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar ish qilib, sening uyingdagilar mening yomon gapimni qilgan, men seni yeyman debdi. Demak, Izopning maqolasidan bu maqolninki asosliq mazmuni nima degan vaqtda, agar zolim zulm uchurg'ichini jazolayman desa, har xil amal bilan, har xil gap bilan o'zining gapini yo'rg'iltib, shunaqa yeb ketadi demakchi. Shuning bilan birlikda adolatsiz tarafda turganlar, adolatsiz tarafda turgan kishilar yoki davlatlarmi ana o'shundoq sukut turib oladi, qo'zjaqninki nol faryodiga diqqat qilmaydi demakchi. Bu maqolninki masalaninki asosliq markaziy desa shu. Endi Irlandiyadagi Xitoy elchisi nima demoqchi desam, sizlar bizni bo'rdak shundaq diplomatlar deb ataysizlar deb Izopning mushu maqollarini misol qilib olgan gap. Ya'ni deganki kim zodi bo'ri? Asli demakchi, ya'ni Uyg'ur masalasida bizni shundaq ayblab ketdinglar, amaliyotda undaq emas. Yana boshqa masalalardan bizni ayblab ketdinglar, undaq emas. Sizlar biz qo'zjaqning o'rnida bo'lib qoldik. Sizlar bizni har xil amallar bilan ayblab ketdinglar deb o'zining jinoyatiga chapan yapmoqchi edi bu diplomatlar. Ammo bu yerda bu Izopning masalani xato ishlatgan gap. Ya'ni shunaq degan gap. Bu yerda kim bo'ra, kim qo'y deb bo'lib, yana o'zi javob bergan gap. Bo'ri degan bo'ri hech qachon qo'zjaq emas. Ya'ni o'zini o'tida deb qo'yaylikki, Xitoy hukumatı hech qachon qo'y emas demakchi. Demakchi bu yerda asli o'zini aqlamoqchi, shunaqa, ammo o'zini aqlamoqchi bo'lib, Izopning masalani misol qilib turib, o'zining yuziga o'zi qachat bilan solgan gap. Ya'ni bu 1000 yilda, necha ming yil ilgari eliqi nima bilan bir qalqon bilan neyizning hikoyasiga o'xshash, o'zini o'zi qachatlaydigan mush holatni bugungi kunda davrimizda Xitoyning diplomatlarimi takrorlayotdi degan gap. Bu nurg'un kishilarningki zodi kim bo'ra, kim qo'y deb masxara qilishga uchragan gap. Xo'sh, endi yana o'tgan haftada yuz bergan voqealardan birisi H&M deganga o'xshash Yevropaning shirkatlari Xitoyda Uyg'urlar masalasida bir bayonot berganligi uchun 1 yil burun hozir qarshilik uchragan gap. Ya'ni bizning vatanimizda ishlab chiqarilgan paxta butun dunyo paxtasining 20%ni ta'minlaydi degan gap. 20%ni tashkil qiladi degan gap. Xitoyda ishlab chiqarilgan to'qimchilik mahsulotlarininki 84%i bizning vatanimizda ishlab chiqarilgan paxtalardan hozirlanadi, tayyorlanadi degan gap. Mana shu 2017-yildan buyon hozirga qadar bo'lgan shu 4 yil ichida bizning xalq tarixda misli ko'rilmagan zulmga duch keldik. Shu sabab tufaylidan butun bo'lgan voqea va hodisalarni kishilar, xalqaro tashkilotlar bular xotirlab yozib chiqib va lager guvohchilarininki paktlari orqali oxirida bir necha davlat Uyg'urlarga qarshi Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik o'tkazdi deb baholadi. Mana shuningdan keyin ham yana Uyg'urlarni dastlabda bular biz Uyg'urlarni lagerga solindik degan ayblam kuchaygandan keyin andan uni yoshirish uchun bu degan tarbiyalash markazi mana biz zavodlarni qurdik, bularni ishga o'rlashtirdik, bularni namratlikdan qutqizdik degan gap. Avu kishilarning ichida Fudan universitetini bitirgan dangliq ziyolilar, korxonchilar bor. Xitoy o'zininki nayranvozligini ish qilib, o'zining zo'r iqtisodiy kuchidan va davlatninki tashviqot apparatlaridan foydalanib yig'layotgan odamni kulg'an qilib chiqaryapti.
Mana mushu ishlar tufaylidan, ya'ni mushu ishlar shunday tashviqot tufaylidan millatchilikni bular Xitoy millatchiligini qo'zg'ab, mushu chet elning Uyg'urlar haqida majburiy emgakka, shu Uyg'urlarni majburiy emgak sog'gan mush mahsulotlarni olmaymiz degan mushu bayonotlarni amga shirkatlarga qarshi oldi. Xitoy millatchilarini da millatchilik qarshini texmi kuchaytirib, ashmallarni boyqut qilish safarbarlik harakatini qildim shu bir haftadan buyon. Amaliyot mutaxassislar buning Xitoyning o'zining putiga o'zi palto chopadiganligini ham da'vat etmoqda. Agar shu Xitoylar davomli millatchilikka tayinib turib, buni ular vatanparvarlik deb tushuntiryapti. Albatta bir masalani, masalan, men bir tuxumni oldingizga qo'yib, "Men nima, mana shakli nimaga o'xshaydi" desam, ba'zilar nolga o'xshaydi, ba'zilar do'g'loq o'xshaydi, ba'zilar shakal to'p o'xshaydi deyish mumkin. Demak, Xitoy bu yerda so'z o'yini o'ynayotdi-da, nayrang'ozlik qilib, ya'ni o'zininki jinoyatini yo'shirish uchun, o'zining jinoyatini yo'shirish uchun sababni boshqa yerga otyotdi. Ya'ni bu Xitoyningki mahsulotlarga bir tarafdan bizning bu yerni tillab turib, bizning bu tarafdan sen pul topman deb o'ylama deyotdi. Agar shunday ish bo'laversa, chet elning Xitoyga mablag' solgan shirkatlari shu rayonda bular Xitoyga mablag' soldi degan gap, shu do'konlarga ijara to'laydi, shu yerdan Xitoylarning xizmatchilarga oladi. Shunaqa pulni topmaydi, shu Xitoyning iqtisodini to'p qo'shadi. Agar shunday bo'lib yurgan bo'lsa, bu shirkatlar u yerda foydalanmasa nima bo'ladi? Zavodlarni taqab, do'konlarni taqab chiqib ketdi. Bu xil ahvolda ziyon tortadigan oxirgi hisobda Xitoy bo'ladi. Demak, shu paxta masalasida, majburiy emgak masalasida, Uyg'ur masalasida Xitoy hozir o'zini qo'g'daydigan har xil vositalar bilan o'zini qo'g'daydigan holga tushib qoldi. Bular yaqinda, ya'ni yaqinda Tangirtaq kino studiyasi tarafidan bir cho'ng hajmli kino ishlagan gap. Xuddi butun Uyg'urlar, butun Baxtiyordek nima deb desam, naqshlarning qanotlari deb güzel tasvirlar bilan, artistlar bilan, har qaysi millatlardan tarkib topgan artistlar bilan bir kinoni ishlangan. Albatta, kim baxtiyor, xotirjam, tinch turmushga intilmaydi. Biroq bu yerda o xil tashviqot vositalari bilan oyada o'tkazayotgan gunohni, Uyg'urlarga silingan zulmni va o'tkazgan jinoyatlarni Xitoylar yo'shirib qololmaydi. Chunki hozir dunyo bu ishlarni bilib ketdi. Demak, Xitoy bilan g'arb davlatlar o'tirishki, ya'ni demokratiya bilan hokim mutlaq davlat o'tirishki, bu ziddiyatlar, talash-tortishlar oldimizda yana cho'ng qurilishidi demoqchi. Ana yana bir xabar, Xitoylar yana Hindiston Arunachal Pradesh deb ataydigan bir zaminda, Xitoy Janubiy Tibet deb ataydigan bir zaminda, ya'ni bir zaminda Hindistonning zaminida 100 korpus uy silib, shu yerga kablni apiribdi, turba o'rnatibdi, telefon o'rnatgan o'xshaydi. Shu yerga odam ko'chagiltiga o'xshaydi. Buni Hindistonliklar nima deyapti desa, bu xuddi Xitoyning Janubiy Xitoy dengiz tavaligida shu quruq dengizga qum to'kib shahar barpo qilganga o'xshash asta o'q chiqarmay turib zamin egallash deb da'vatadi. U yerda u masala bor. Filippin masalasida Filippinda yana bular 220 parxodni shaga apirilib, ondan turilib o'tgan haftada so'zladim. Texi bu masala hal bo'lgani yo'q. Buning nisbatan Filippinning davlat ishlari mudofaa ministri parxodlarni bizning zaminimizdan qaytirib ketadi. Xitoy bu bizning yerimiz tursa, biz nima deb biz u yerdan o'zimizning parxodlarni yondirib ketamiz da'vatida. Bu yerda bir talash-tortish masalasi bor. Xo'sh, undan sirt yana bundaq bir ikki narsa bizning kishilarning diqqatini tortdi. Birisi bu qitimqi Malayziyaning tashqi ishlar ministri Yesamiddin. Bu Malayziya hukumatining oldingi navbatlik boshbaqani Najibninki navri inisi bo'ldi ekan. Ya'ni u chiriklashganligi tufaylidan vazifasidan qilib turmaga tushgan odam Xitoydan nurg'un pariyab. Bu qitim Xitoyga borgan vaqtda Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yini mening akam degan Xitoycha, Daga degan gap. Bu bir xil Malayziya jamiyatida bir xil ziddiyat, bir xil paranglarni, har xil norozilikni paydo qilgan gap. Bu degan gap bu mening xususiy munosabatim, ammo davlatlar o'rtasida munosabatda bizning mustaqilligimizni aman qo'g'dab gap qilaman deb javob bergan gap. Anadan sirt yana O'rta Osiyodagi Turkiya boshliq davlatlar O'rta Osiyodagi turk davlatlarining birlashib bir yig'in ochgan o'xshaydi, iqtisodiy hamkorlik va hokazo degan masala to'g'risida. Bu turkiy jamiyatlar albatta turk til, madaniyati, turk iqtisodini qo'g'daymiz deb. Bu xato emas, ammo bu yig'inda Uyg'ur masalasining zarracha tilga ilinmasligi bizning qarindoshlarimizning ko'nglini nihoyat yerim qildi. Xo'sh. Nimishqa deganda oldi bilan bu turk til madaniyatining O'rta Osiyo madaniyatining barliq kelishida, gullanishida cho'nqur to'pisi bo'lgan Uyg'ur xalqi, ya'ni Mahmud Qashqari Turk tillar divoni degan kitobni yozgan va Baxsadataning ochqichi degan kitobni yozgan. Moshunda
kishilarni büyütken Uyg'ur xalqi, ya'ni turk madaniyatiga naqadar zo'r tur bilan qo'shgan turk xalqi bugungi kunda atalmış turk davlatlari tarafidan qilchama bir esdashlikqa erishilmadi. Aksicha Bengal, ya'ni Bangladesh deb qo'ydi. Bengal davlatidagi musulmonlar, Bengal davlati o'zining nufusi ko'p, kichik, ammo namratroq davlat. Ammo shu yerdagi xalq Uyg'urlar uchun so'zlab o'zining hukumatini Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzishni, toki ular lagerlarni taqab Uyg'urlarga bo'lgan zulmni yo'q qilmagicha ular bilan munosabat o'rnatmaslikni talab qilib, shunday namoyish qildi. Ularga rahmat, albatta tashakkur. Albatta, o'sha chaqda men yana bir qaysi bir rahbarning degan bir danliq shaxsning degan gapini eslatib qo'yay. Hamma ish tukkanda, bu ishlar tukkan vaqtda, ya'ni suv ketib tosh qolgan vaqtda kishilar nimani aslaydi degan vaqtda dushmanlarning sen dushmanimning men haqida nima deganimni emas, balki do'stimning mening beshim kun tushgan vaqtda sukut ko'p hech bo'lmagandek jurishi degan mo'sha gapni Uyg'urlar cho'qim esda saqlaydi deb o'ylayman. Anda bo'lsa bugungi suhbatlar, leksiyalar, bugungi mazmunlar mo'shinchilik bo'lsin. Hammanglarga yaxshi kunlar. Rahmat.